ignani Novakeyin 3 ga 3 qo'shib qilyapmiz mana. Bismillah. Olinyaptimi? Mana. Topib ko'ramiz, yo'q. Qon sekin yuboramiz. Demak, shinasiya ham biroz ko'proq bosh sohaga og'riq beryapti va ko'pincha qo'lga og'riq beradi bu kishida. Shuni davolash uchun million xil nimalar qilinadi, muolajalar, foydasi yo'q. Endi bizda mana bu zahar bo'lganligi uchun osonroq ishimiz hal bo'lyapti hozirgi kunda. Demoqchimanki, kimda shunaqa muammolar bo'lsa, ko'proq foydalanib turishi mumkin. Mana dod deydi mana. Buni davolash uchun ukolni joyidan qilishimiz kerak, iloji boricha. Mesnida joyidan qilinadi. Mana chizib qo'yamiz. Kamerasini so'rasalang tashlab beraman aka, maylimi? Peshku tumanida, shu Buxoroda kimdir bor edi, adashmasam, ukol qiladigan. Agar bo'lmasa, Sayropaga kelib ketasiz. Maylimi? Aka, sog'lig'ingiz uchun arziydi-ku, kelib ketish uzoq emas-ku. Mana. Ignani Novakeyin 3 ga 3 qo'shib qilyapmiz mana. Bismillah. Olinyaptimi? Mana. Topib ko'ramiz, yo'q. Qon sekin yuboramiz. Mana bu yerda bormi og'riqingiz? Yo'q, o'ngda. Bu yerda-chi? Bor. Og'rigan nuqtalardan faqat qilinish kerak. Mana ketdi. Qo'qish kerak emas, bu yerda nerv yo'q, asorat beradigan joyi yo'q, falashga tashlamaydi. Tushunarlimi aka?